Bugun rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvda Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etdilar. Bu yig'ilish juda ajoyib o'tdi. Oldingi yig'ilishlarda rahbarlar bilan uchrashganimizda bunaqa muloqot bo'lmagan edi deb ayta olamiz bemalol. Rahbar bilan yuzma-yuz gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Suhbat davomida avvalo kitobga ko'proq urg'u berildi, kitob o'qishimiz to'g'risida. Yig'ilishdan so'ng bizga kitoblar taqdim etildi. Keyingi uchrashuvda bu kitoblar to'g'risida, o'qiganimiz to'g'risida so'rashlarini ta'kidlab o'tdilar. Savol berdim, shu sizga o'xshab dedim, yurishlik uchun dedim, nima qilish kerak deb savol berdim. Harakat qilish kerak, intilish kerak deb. O'zim iqtisodiyot bo'yicha o'qiyman. Men ham shu iqtisodiyot bo'yicha rahbar bo'lishni o'zimning oldimga maqsad qilib qo'yganman va bunga erishaman.